Estonlarni atirgullari terilganiga bitta baho berasizlar. Sifatiga baho berib olasiz har bir molimizni akalar. 100% garantiya beriladi. Bu yo'qqa akalar shved originali. Bolaga bitta baho bering, bolani o'zi bitta tema deydi-ku akalar. Bolani semental berib qo'ygan jonivor. Molimizni e'tibordan ham zo'r. Hozirgi akalar 450 kilo. Xo'p, bu yo'qqa akalar hammasi bir-biridan go'zallari. Bolalarga bitta baho berasizlar. Demak, assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislar, qadrli obunachilar, hafta kuniga. Xo'p. Yakshanba 2026-yil 28-iyun kuni. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Dashtak Kabza Hamzajon ukamizning mini fermasidan akalar yangi partiya mollarni chiqaramiz. Videolarimizni o'tkarmay ko'ring. Xudo xolasa to'lig'icha ma'lumotni beramiz. Videolarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz akalar. Har bir molimizni ko'rasiz, tanlaysiz, ana yerga kelib sutini sog'asiz, sherni o'ziga garantiyasi beriladi. Sherga kelib tekshirasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boshlarga yaxshimi? Muxlislar bilan Assalomu alaykum, muxlislar yaxshimisizlar? Mollarni boshlarga zo'rlar tuqqan. Kelishtirib, narxlarini yengil qilib beramiz. Mollarni lekin sifat hammasi. 7 ish sog'ligiga necha kun garantiyamiz bor? 7 ish sog'ligiga 3 kun garantiya beraman. Tepmasligiga, o'zini o'zi emmasligiga 3 kun garantiyasi bor. Dastavkalarimiz. Dastavka Xorazmdan Toshkentgacha qilib beraman bitta vagonga. Bitta vagonga ham yetib boradi. Xo'p, akalar, demak videolarimizni o'tkarmay ko'ring. Sut aytib o'tamiz tamoqdan. Bersangiz olasiz, bermasangiz 1 litrini boshlay ko'rsalar, sherga kelib tekshirib ko'rasizlar. 1,5 kun misol uchun kelib sog'ib ko'rsalar ham mayli. Farqi yo'q. 3 dan kartaga pul tashlaylar. Ertalab kelib sog'ib ko'radilar, namozga kelib sog'ib ko'radilar. Sherga kelib tekshirib olsinlar. Demak, bo'shadik unda. Xo'p, akalar, sog'undan ketdik, xudo xolasa. Sog'undan ko'rsatib boramiz. Akalar, qora marvarid deymiz, endi qora marvarid deyiladi. Yupqa po'choqlik mol sog'unga bitta baho berasizlar akalar. Sog'ilishlar zo'r boshlarga. Mol 100% tarbiyasi bo'lgan akalar. Oddiygina shunday itga qotib qo'yilgan tamom akalar. Ishi yo'q mana. Ichimiz zo'r. Molli bo'yi deylik 1 metr 14-15 sm atrofga orqa tomondan korpuslarining ko'rinishi bolaga bitta bola shved akalar. Bola shved. Xo'sh, suti nechta molli? 8 ta suti bor boshlarga. 8 litr sutga. Atish. Mana zapotka. Mana. 8 kurak mol. Xo'sh. Balog'un o'jin. Balog'un o'jincha. Germansk Shveddan chiqamiz. 8 ta sutga dedingizmi? 8 litr sutga garantiya. Ko'rdim bo'ldi. Mana akalar. Bolli bichimiga baho berasizlar akalar. Mana bak. Sigirchan suti, qaymog'i zo'r. Xo'p, qora marvar. Qoralarni sutini haqiqatan ham qaymog'i kuchli bo'ladi bular. Quyuq sutlik bo'ladi. Xo'p. Endi molni boqib ko'rgan bo'laman. Molni yeb ichishi, sog'lomligi 100% garantiya boshlarga, emlashgacha olgan mollar hammasi. Bo'l. Birinchisi uchun to'g'ri o'tirmaymiz, Hamzajon, yengil narxga qo'yib beravering uni ham. 67-70 qilo raqam akalar. Uni 25-26 demaymiz boshlarga. 23 million so'm Buxoro bo'ylab dastavka qilib beraman. 23 million so'mga Buxoro bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Ma'qulati. Mollar akalar 4 muchas sog'ligiga, 4 ta oyoq ishlashiga 100% garantiya beriladi akalar. Mana bolachasi ham. Bolachasi ham akalar отдельный bitta tema. O'ninchasi zo'r. Ketdi akalar. Xo'p, keyingi molimizdan ketdik akalar. Sog'unga bitta baho berasizlar akalar. 67-78 kilo raqam akalar. Mana o sog'un. Sog'lashiga e'tibor qo'ying. Qarillaydi boshlarga. Sog'ilishlardan qanday suv keladi, xuddi mana shunday sut keladi akalar mol yillarda. Bakini ko'rsating boshlar. Xo'p, yilning narxlariga ham bitta baho berasizlar. Narxlari 5 sm-lik narxi bor. Bak bearmon so'gan molimiz akalar. Bo'ylari taxminiy aytib o'taman akalar 1 metr 17, 1 metr 16 sm plyusga yuriydi akalar. Bola buqacha. Buqacha semental. Semental buqacha mana. Gibrid bolachasi. Gibrid. Xo'p. Suti nechta mollar? Shuni ko'rsating. Bola seni ko'rsat. Ikkinchi bolasi boshqa akalar, lapatka bu 7-8 to'lmagan o'lar akalar bu. Go'zallik, tishi turtdi. Molni 12 litr sutga garantiya beraman boshlarga, sigirga. 12 ta sutga garantiya beriladi. 100% garantiya, anchaga kelib tekshirasizlar. Xo'p, 12 litr sutga sherni o'ziga kelib tekshirasiz akalar. Mana bakka qarang. Mana. Bu janovar qani. Bu yemini bersalar 15 ta sut beradi. Yashang. Xo'p, necha pul? 32 million so'm boshlarga. Kami? 1 million emas, 2 million so'm o'tib beraman. Shu olgan mazaq qilsin. Inak tuqqancha sut berdi o'ziga. 32 dedingizmi? Shunday. 7 million so'm kam bor.
Yo'q. Bugün yondiraylik narxlarni. Yondiramiz. Kelishtirib. Arzon narxlarga. Hamza? Yo'q. Kelishtirib so'rang Hamza boshqa. bitta narsa aytaymi? Bugun mol boku 40 millionlik inasi sutini beraman. Ertalabdan sizni ishingizgami? Haqiqatan ham 40 million so'mlik sigirlar buni 12 litr 13 litr sut bermaydi. Sigir suti Lekin bitta beradi. narsa aytaman. Yengil qo'yib bering, olgan odam maza qilsin tamom. Shu olgan mazaqlar janovardan tuqqancha sovushdim men bu inani. 100% garantiya bunga. Akalar bu o'zini Ha. Hamzani o'zini xonadondan chiqqan mol bu. Sog' bo'ling. Rahmat. Molcha zo'r. Yengil qo'yib beravering Hamza. Böyle başlaga. Bitta yondirayvering. Böyle 28 milyon so'm shu olgan mazaq qilsin. Qancha qo'ychiriz? Böyle 2 milyon so'm yana o'tib berdim mana. Qancha qo'ldi? 32 dedim, 2 milyon öttüm. Yana 2 milyon öttüm mana. 30. 28 mi? 28 milyon. Aboz. Ha, sigir lan. 25. Bitta baraka deyor ko'zing. 500 ming emas, 1 milyon kam dedim. 27 million so'm qoldi. 20 27 qoldi. Shunaymi? 28 edi, 27 Shunay. qoldi. 27 milyon so'm shu olgan. 25 ga noni bormi yo'qmi? Yo'q, başlaga. Bir qo'shaman birini qaytasiz ketaversin. 26 yarim qo'yamiz. Yarimtaligingiz bo'lsa chiqarib bering. Menga yo'q lekin. Barayt olsun. Ketdi akalar. 26 million so'm mol narxi 12 litr sutga. Bocha semental bu qocha. Ketdi akalar bu. Xo'p, keyingi molimizdan ketdi akalar. Yana qora marvaridlar. Sovunga bitta baho bering. Kim so'ksam indamay başlaga. Yo'qda o'tirman ham sog'aymi? Uni o'zi umbaysiyo. Akalar, Birinchi tovush bo'lsa ham bosh. tarbiyasi bo'lgan. Tarbiyasi bo'lgan mana. 15-19 kilo raqam akalar. Mana sog'in. Mol qilt etmaydi aka. Mol bu 1 metr 20 santimetr 18 kilo olasizlar akalar. Shuda, birinchi qoringa akalar mol qilt etmay o'tirishi. Bolachaga ham bitta baho berasizlar. Bola ona o'jinmi? Ona o'jin bolasi. Bola ona o'jin. O'zi ham ona o'jin birinchi tovush. Ol tish buzgan yo'q. Buzmagan o'zi ko'rsatdi. Ol go'sal o'zi. Kami 2 kurak bo'lish kerak. Yo'q, tish buzgan yo'q ona o'zi. Ha, ik. Mana akalar. Tish buzgan yo'q go'sal. Qayerga ham kelmagan ekan akalar. Bo'ldi, torting. Umuman qinq qilmay so'qishi. Boshlaga. Mollar itibadan ham zo'r, tarbiyasi ham akalar ideal. Soskalarni qarang ham. Ol tish buzgan yo'q, soskaga qarang birinchi tovushi. Kelajagi bor, parodali mollar bu. Mol formasi ham, bichimi ham akalar. Orqa tomondan baklarini ko'rinishiga e'tibor qo'ying. Hamzajon gapiring ana. Boshlagan o'nta suti bo'lmuni 8 tasiga beraman. Xo'sh. Birinchi tug'ish bolasi 10 o'jin. Aha. Mol kindiglik. Indeylik. Xo'p. Narxi. Narxi 33 milyon so'm boshlagan. Kami. Ha 1 milyon so'm o'tib beray. 32 milyon so'm. 30 dan pastini gapiravering. Hozirgina jupiga ketib biladimi? Yo'q. 26 qo'ydikmi? 26 qo'ydik. Jupiga ketib biladimi? Yo'q, jupiga ketaman. Qancha bo'lsa ketadi? Birro londa qaytib. Böyle boshlagan. Buni 33 dedim, 32 milyon dedim. Böyle 32 milyon emas, 31 milyon so'm shu olgan maza qilsin. 2 milyon so'm o'tib berdim. Aha. Ona o'zin zo'r mol. Mol qilaman degan olsin. Bir bu o'zini ham boshlagan 27-28 qo'yib qo'yasiz. Ha, shunday. Bu o'zini. Mana Laflafon tayyor bo'g'iz ham bachasi o'ynab o'tiribdi. Buni ketirisham o'zi bilmayapti. Narsa aytaman. Oldiga. Hamza, yengil qilib qo'yaylik. Ertalabdan bozor chiqqanlar bor. Bugun yakshanba. Shunday. Bozor chiqqan, bozordan topmagan bo'lsa, eshigingizga kelaversin. Yengil qo'yib beravering, ketaversin bozor. Böyle neçe 30 qo'yding? 30 bo'ldimi? Böyle 29 milyon so'm shu olgan mazaqsan. Boshlagan 29 milyon so'm. 26 emas, 27 million so'm. Yo'q, boshqa ilmay. Bitta yondirib yuboring. Ilmaydi, ilsaydi. Chiroyli narx qo'yib beraylik ertalabdan. Ona o'zi yaxshi mol. Kimlardir bor, masalan, Rossiyaga yo chet davlatga bozor chiqishga sharoit yo'q, ayol kishini yuborib bo'lmaydi bozorga. Endi bor o'tganlari bordir. Masalan, ayoli bor, tanlab olmaydiganlar bor. O'tirgan joydan tanlasin, mo'l eshikgacha yetib bo'lsin. Kerak kelib ayollar bilan sovuq ko'rib olib ketsin. Kerak kelib. Misol uchun, deylik masalan, hozir Hamza bitta narsada bozor chiqmagan, shuna. Uyingizga kelmasa ham o'tirgan joydan alyo desa yetkazib berasiz. Siz hozir Xorazmdan Toshkentgacha dasturga qo'yib berasiz. Yetkirib beradi. Mana yetkirib, misol uchun-da, mana yaqin joylarga yetib berib, sog'dirib pulini olib kelibdi. Aha, mana bu kamlarda.
Endi uzoq yo'llarga video qilib tashlab beramiz-da. Mana sog'ilishini, Aha, yeb ishini. hammasini tashlab beramiz. Endi men o'zim bora olmayman-ku. Aha, shunday. Molni akalar yedishtisi oldiga oxiriga ovqat tashalib, ko'rsatiladi akalar. Uyingizga yetib boradi. Molni akalar sog'inni ham xayrat sher o'ziga ana ko'ryapsiz. Sovuq ko'rsatilsa, sovuq ko'rsatiladi. Oyoq ko'tarmasligi sher o'ziga ko'rinadi akalar sizlarga. O'sha hisobga mollarni qo'rqmay olaversangiz ham bo'ladi. Hamza ketaversin 27 million so'mga. Bitta yondirib yuboring. Baxshilaga bo'ldi. Bitta baraka. Bitta yondiramiz. Shu 28 million so'm shu olgan maza qilsin. Endi to'g'rilagan joyga qo'ma bir bug'o'z pulga qo'yib beraman. Maza qiladi-da. Yo'q, endi bir bug'o'z pulga qo'yib. Shuncha joygacha keldim, shu hech bo'lmasa bitta odamga 1 million so'm yordamim tegsin, foydam tegsin. O'sha foydani yoniga siz ham sheriksiz yuradi. Baraka bo'lsin. 27 million so'm akalar ketdi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Bir 17 plyusga oling molni bo'yin akalar. Bo'yi uncha muhim emas, asosiysi akalar mol oyoq ko'tarmagan. Ketdi. Xo'p, qizil estonlarga o'tdik akalar. Birin-ketin estonlar chiqadi ana endi akalar. Bo'ylari 1 metr 23 santimetr chiqdi akalar molimiz. Kalta mol emas, kichkina mol emas, akalar kattagina mol. Sog'ilishlari zo'r boshqa. Metrga akalar 1 santimetr 2 santimetrga adashishimiz bor. Chunki akalar mol o'zini tortib turishi bor. İpga to'g'ri turmasligi bor akalar. O'sha hisobga 1 santimetr yarim santimetrga adashishimiz bor baribir. 67-74. Orqa tomondan baklarini ko'rinishi. Tishini ochmadi. Abosmi? Tishini ochadi. 4 kurak. Ikkita buzoq tishi turibdi akalar, 4 kurak mol. Birinchi tug'ishligi. Bolachani? Balag'un o'jin. Bolag'un o'jin. Asl qadim sigirlarni bo'lasa akalar toza estonlardan bor. Xo'sh, Hamzajon gapiring ana. Birinchi tug'ishga ham boshlaga. Misol uchun 4 kurakka ham birinchi tug'ish tug'aygan mollar bor. Bor, men o'zim molim. Aha. Endi tish buzmasdan ham mana tug'aygani bu. Shunday. Ba'zilari shunday. Tez telba bo'lib qo'shib qo'yadigani bor. Qari qiz bo'ladigani bor. Shunday. Hammasi ham farq qiladi. Mana umuman ish yo'q. Boshlaga faqir g'un o'zi. Tarbiyasi bo'lgan. Tarbiyasi 100%. Kim Baxtni ham akalar narxini ham bitta e'tibor qilasiz. Soskalari zo'r bor. Xo'p, birinchi qorin bola g'un o'jin dedingiz? Bola g'un o'jin. Bola g'un o'jin. Nashta sutga beramiz buni, Hamza? Buni 7 litrga beraman boshida. Ha, 7 litr sutga. Endi birinchi tug'ish o'g'li tamoqdan, o'g'li 40 yillardan chiqib boshqasini sutga kiradi bu. Yashang. Aslovni tepmaydi, urmaydi. Aha, narxi qancha bo'ldi? Narxi 33 million boshlarga. 33 million so'm. Shu safar Abos gapirsin, birinchi. Abos. 3 millionmi, 4 millionmi, 5 millionmi? Shunga qaray tamam bo'ldi, 300 million so'm bering. Yashang. Ana shunday. Marttirov, ha? Ana endi Hamzada eshitaman bu yerda. Endi gapirlagan joy qolmadi. Bor, ukam, bor. Bor. Hamza bitta narsa aytaman. Jon uka, yengil qo'yib jupiga yuboraylik. O'g'ondan maza qilsin. Undan katta bu. Kattami, kichkinami? O'g'anizga qarab beravering, tamam. Baray to'g'ri. Yashang. Aloqaga chiqaverasizlar. Mol narxi 27 million so'm bo'ladi. O'g'an maza qilsin, mol zo'r mol. Mol sifati zo'r akalar. Haqiqatan ham asl qadim estonlardan. Ola 2 shuncha bo'ladi. Keyingi molimizdan ketdik akalar. Sog'inga e'tibor qilasizlar. Bichimga baho bering akalar. Mol buni o'lchamadingmi? O'lchamiz. Sog'ilishlari zo'r. Sog'in akalar zo'r. Kim so'qsa yetadi. Hamza. Yetadi. Bolachaga bitta baho berasizlar akalar. Bola shved. Qo'y mol tishini ham oching bitta. Mana bu bachasi. Ha, tish, raport. Kurak akalar. 3-chi bolasi boshlig'i. 3-chi bolasi. Xo'p. Eston fermadan kelgan. Arqalarini ko'ring. Abos, metrlarlik molni. Mang, ana shuna kamerani saqlab turing. Xo'p. Akalar molni metr qilib ko'rsatamiz. Bemalol ko'ring. 1.25 ekan. Mol kichkina mol emas. Mol kichkina mol emas akalar. Mana. Bitta akalar yurish turishini ko'rsatamiz akalar. 4 muchasi sog', 4 ta oyoq sog'lom. Molni kamchiligi yo'q. Hammaga aytib o'tamiz-ku, tamoqqa. Tamoq. Tamoqdan bersangiz moldan foydalanasiz. Ha, bakka qarang. Boshlig'i. Mana. Ana bakka. Narxlariga bitta baho berasizlar. Hamzajon gapiring ana. Bu 8 ta sutga beraman boshlig'i 3-chi bolasi. 3-chi qorin tug'ishi 8 litr sut 8 bola. litr sutga, 10 o'jin bolasi. Bola 10 o'jin. Narxdan ketdik. Narxi 32 million so'm boshlig'i. Kami 1 million so'm. yengil qilsangiz. 31 million so'm. Bo'lish tepa-tekis 30 million so'm olib qo'yamiz boshlig'i. Mol zo'r mol. Sog'ilishlariga kim zo'qsa undamaydi.
Hamza 26 ga mol ketib biladimi? 8 litr sutim oldi. Yo, boshla. Endi 8 litr sut o'zim tasavvur qiling. Masalan, 10 litr sutlik sigirdan kamroq o'zgar. Bari hamma gap mahsulotga ham kelib taqaladi-da, gap to'g'risi. Sigir mayda sigir emas boshlarga. Bo'lmaydi emas. Etibadanni qarang, etibadanni ham zo'r. Sigir. Bitta barakada yuvaring. Yo, ilmay boshlar. 26 ga beraver. Yo. Qancha bo'lsa ketadi? Xo'p, eshitaychi. Böyle 300 milyon so'm dedim. 500 ming emas, yani 1 milyon so'm o'tib beraman. 29 milyon so'm shu olgan maza qilsin. Ana endi sana haqing qoldi. Biroz gapir. 28 milyon so'm. Ana endi 1 million so'm yetim haqini o'tib berasiz, ketaversin. Baraka olsun. 27 million so'm. Olganga ham sotganga ham baraka bersin aka. 3 tasi juplanim. 8 litr sutga akalar. 3 ta 27 million so'mlik bo'ldi hozircha. Uf, keyingi molimizdan ketdi akalar. Qop-qora marvarid. Shovlarga e'tibor qiling. Mana shovlar. Parlaydi, janob. Bosh. Mollar qildi etsa, oyoq ko'tarsa akalar mol qaytadi. O'sha uchun yurak urma olaverasizlar mollarimizni. Mana. Chunki ana sher o'ziga har bitta molimiz ko'chaga chiqarib sog'dirilibdimi? Demak, joyiga o'tirib ham sog'ganimiz yo'q akalar. Ko'chaga, dalaga borib sog'ib kelsangiz ham mollardan kamchilik topmaysiz akalar. Umuman ish yo'q, kerak so'qsalar ham. 67-72 kilo raqam tishini o'ching hamda. Sen och. Ikkinchi tug'ish boshlarga. Aha, ikkinchi qorin tug'ishi. 6 kurak. 6 kurak. 8 ni yo'rmagan mollarga 8 chiqmagan 6 kurak mol. Bachaga qarang. Avliko. Bola avlikol akalar. Moli bo'yi 1 metr 23 santimetr akalar. O'lchandi, to'lig'icha ma'lumot sizlarga qoldirilibdi hozir. Xo'p, bakka e'tibor qiling. Bearmon bak so'gan jonivor akalar. O'tgan safar videomizga chiqqanda Hamza bu. Chiqdi. 1 kunlik bolachasi bordi o'sha. Tushunami? Bir kun ham bo'lmagan. Ham bo'lmaganda o'g'limga. Ana endi akalar bola o'ziga kelib ketdi. Stani bo'ldi ana endi boshlarga. Bolag'on o'jin. Balag'on o'zin. Aha. Sutini nechtaga garantiya beramiz? Hozir 12 litr, 13 litr sog'ib o'tiribmiz. Shu 12 tasiga garantiya beraman. 12 tasiga garantiya beradi. 12 tasiga garantiya. Sigir suti beradi. Narx qancha? Bakka qarang janovarni. Bakka bearmon. Janovar vanna yilin deylam. Aha, shuna. Kindiglik mol akalar, mana. Ko'krakka qarab yilin kelgan. Molni shu olgan boka maza qiladi boshlarga. Necha pul qo'ydik buni? Buni bosmas. Buni 32 million so'm qo'ydik boshlarga. Aha. Jichcha skitga qilamizmi? Yo'q, skitga emas. 32 million so'm. Shu dastavka qilib beraman. Bu Xorazmdan Toshkentgacha qilib beraman. Dastavkasi tekin. Shunday, dastavkasini qilib beraman. 32 million so'm. 32 million so'm. Akalar o'tgan safar savdolashib, narxi chiqarib qo'yilgan molni o'sha hisobga tortishib talashib o'tirmaymiz. 40 milliondan kelib 32 ga qo'ydik boshqa. Aha, shunday. Partiyaga. Demak, aloqaga chiqaverasizlar, qo'lni bering. Ketdi. Barayt olsun. 32 million so'm mol narxi, oling foydalaning akalar. Sog'indan ketdik akalar. Molni zo'rini so'ragan akalarimiz. Molni bo'yi 1 metr 26 santimetr. Shovullariga bitta baho berasizlar akalar. Sog'ilishlar zo'r. Sana akalar molni sut berishi ideal. Lekin akalar hozir bitta narsani yana bitta ko'rsam, bakda orqa tomondan ko'rinishiga bitta baho beringlar. Bakda osilganiga e'tibor qiling. Mana bak. Mana akalar bak. 4 ta sosga 4 joyga sut beraylik. Narta akalar mushtak savzdan qalin akalar. Narti anchagina qalinroq molli. Sog'ishguncha qiynalib o'tiramiz. Bacha shved. Aha. Bacha shved. Malla shvedlardan. Malla shved. Bola malla shved. Qani? 3-chi tug'ish boshlarga. 8 kurak mol. Tisham akalar lapatka, unaqa yosh qari mol emas. Akalar foydalanasiz. Sigir Eston suti moli boshlarga. Moli tirik vazni ham 400 kilo tepadir bu, ha? Shunday. 400 kilo tepa mol. Katta sigir bu. Bolag'on o'jin ekan, ha? Yapaloq mollar qarang. Boshlarga arqasi. Kengishligiga e'tibor qiling. Kengish sigir. Xo'p, mollarda kamchiligi yo'q. Asosiy gap akalar hamma gap tamoqqa. Shunday. Molni Shunday aylanib. tamoqdan bersangiz moldan foydalanasiz. Sigir. Yedishi zo'rmi? Yedichi sog'lomligi 100% garantiya. Badan etini qarang. Molni eti badani zo'rki, akalar yeb ichishi zo'r, o'sha hisobga eti badani zo'r akalar. Sog'ilishlari vahshiy zo'r. Ideal. Melloyim soskasi hamda, shaxjo'sh emas. Aha. Yalg'ondan so'qsalar keladi. Xo'p. Bolag'on o'jin, 3-chi Bolag'on o'jin. Sutini ashladingiz? 13 litr suti bor, 12 tasiga garantiya beraman boshlarga. Endi bersalar 15 ta ham beradi. Beradi. Gapirganing pullar. 40 million so'm boshlarga. Kammi? 1 million emas, 2 million so'm o'tib beraman. 10 million so'm kam bormi? Yo'q, uncha aytolmayman. Abos? Uncha aytolmayman. 5-6 million kamaytirib tashavka. 1 million kam bering sen yana. Yengillatsa-chi. Yana 500 ming. 1,5 million so'm. 500 emas boshlarga. Shu 35 million so'm shu olgan maza qilsin. Maza qilsin. Ana 5 million so'm o'tib berdik.
Hamza 300 ga 1 million so'm qo'shsam ketiladimi? Ha? 1 million qo'shsam ketiladimi 300 ga? Necha pul bo'lsa ketadi uka? Böyle 35 milyon so'm dedim-ku. Ha 1 million o'tib berdim yana. 34 million. 34 milyon so'm. Yana jicha qayting. Ya endi. Ozgina qayting. Ozgina. Ha 500 qaytdim. Ya, u yoq bo'ladi, jon uka. Ha 1 million so'm qaytdim. Ana endi 1 million so'm yana qaytasiz, 32 million so'm olib ketyapsiz. O'z joyi qo'mal, o'z joyiga kelib o'tiradi-da. O'shangacha ketiraydi o'tirdim, keldi o'shangacha. Qarang. 500 musofirga 500 hojdodan haqqini o'tasiz, mol ketaversin, tamom. Qarang, ketdi akalar. Molni olib maza qilib boqing akalar. Mana molni sutlik sigir so'ragan akalarimiz shu. 12 litr sutga akalar, molni suti kam emas. Tamoqdan bersangiz 15 litr ham sut beradi akalar. 4 buchchasi sog', oqsashi yo'q akalar molni. Ketdi akalar, keyingi molimizdan sog'undan davom ettiramiz. 67-76 kilo raqami. Molni bo'yi 1 metr 28 santimetr akalar. Kichkina mol emas. 27 kiloga olingiz. Ha, sog'lishlari bor. Mana sog'un akalar. Mol qild etmay joni. Eston. Baş süzü Akalar sog'lish. nartam narrak savzda uzun akalar, xudo xolasa. Xo'sh. Bo'ladimi? Balag'un o'zi, boshliqqa. Bo'lag'un o'zi. Limuzinga gibrid bu. Mana. Aha, Pachkan, mana bu. qarang pachkan. Mana. Orqa tomondan ko'rinishlari. Xo'sh. Estonni gibridda-ni limuzinga. Tishi. Ha, tishi. 6 ta. Boshliqqa 6 kurak. 8larni endi Ha, chiqargan. endi chiqargan. 3-chi Ko'rmagan. Aha. 3-chi qorin tug'ishi. 3-chi tug'ish. Sutini ochsadingiz? Suti 15 tasiga anchaga kelib tekshirib olsin. 15 litr suti bo'lsa kerak. Akalar toza eston asl qadim. Ha. Molni tirik vazni Sigir 450 kiloga chiqar mojda akalar. Bu kichkina mol emas. Avvalo xudo, men qassob emasman akalar, taxminni aytib o'taman, ko'zim ko'rganicha. Mojimdan ziyod sigir. Ziyod keladimi? Ziyod keladi. Xo'p, akalar, sigir. nartiga ham bitta baho berasizlar molimiz. Bak ko'rinishiga e'tibor qiling. Mol sifatiga baho berasizlar akalar. Sigirni suti. Bo'lag'un o'jin, ha? Balag'un o'zin. Sigirni YouTube'dan suti, o'tib- qaymog'i vaqt zo'r boshliq. Bolachani o'zi aytib beradi Ha, hammasi. balachan qarang. Mana akalar. Pachkacha. To'la pachkacha akalar. Xo'sh, Hamzajon gapiring ana endi. Hamma gap taqalgani kelib pul yo'q oladi-ku. Boshliqqa 42 million so'm. Qaytariz nechi pul? 1 million emas, 2 million so'm o'tib beraman. Buni Xo'sh, 40 million so'm. A boz? 40 million Bir so'm. nima degan uka? 2 milyon kam verin. 38. Hamza. Har vaqt ham so'ramayman. Shuna. 1 million so'm musofirga, 1 million so'm hojdodalarga, 1 million so'm yetimni haqqini o'tasiz. 35 million so'm olib ketaversin, tamom. 35 ga boshlar kam bo'ladi. Agar yo'q, men sizni ham zararga tiqmoqchi emasman. Agar noni bo'ladigan bo'lsa shu narsaga bering. Muxlislaringiz uchun so'ramadim. 35 million so'm uchtasi uchun so'radim. Agar yengil chiqsa berib Barak bersin. to'shlar. Olgan mazaq. 35 million so'm olganga ham sotganga ham xudo baraka bersin. Mol akalar 15 litr sut dedingizmi? 15 ta suti anchaga kelib tekshirib olsin. Sigir qarang etini. Haqiqatdan ham kuchli narsa. Bulut. Xo'p, akalar sog'undan ketdik yana. Sigir idealni qidirgan akalarimiz bormi? Sigir ideallaridan. Boshliqqa bu polni emgan bolasi buni. Shuga mana sog'lish. Bir so'tga bo'ldi tuqqaniga. Kecha ertalab mana shu tuqqan. Shvedda originaldan so'ragan aka ukalarimiz uchun Shvedda original. Toza shvedlardan aka. Yapalog'i, tapalog'idan so'raganlarga yapalog'i, tapalog'idan. Bo'ldi Hamzajon. Melli o'yim janovar, Orqa soskalar. tomon baklarini ko'rinishiga e'tibor qiling. Mana molli ideali. Oxiriga chiqib keladi. Hamza ham shu oxirigacha saqlaydi-yu. Oxiriga chiqarib olib keladi aka. Bachaga qarang, bachaga. 35 ga 99 pola semental akalar. Mana bacha. Bir so'tga bo'ldi. Shu kun Ko'rsatib kecha ertalab tug'ildi. Siz yetadi? Ikkinchi bolasi boshlagan tish. 4 kurak. 4 ta ekan. Ulgurgan olsin mollar akalar. 4 kurak mol. Molli bo'yi 1 metr 29 chiqibdi, 28 plyusga olasizlar akalar. Toza, original shvedlardan. Bolani ham berim qaysi fermadan chiqdimi mol? Bu fermadan bu yemchini moli o'zimizni yemchini moli. Aha, bakka e'tibor qiling akalar. Bak qanaqa solgan Bu ekan. sigir zo'r sigirda janovar. 18 tagacha sut bergan boshlaga birinchi tug'ishga. 18 litrgacha. 18 tagacha sut bergan bu shu qo'rniga nasib bo'lsa bu 20 chilasdan keyin 20 ta beradi bu nasib bo'lsa. Bola akalar semental g'unojin. G'unojina? G'unojin bolasi. Kindikchasi tushmagan, endigina bir sutkalik. Olib kecha ertalab ana shu payt tug'ildi. Mol stoykasiga. 6,5 kecha ertalab 6,5 tug'ildi. Stoykasini o'zi bitta tema bu molni. Maza qilib boqadigan akalarimiz bo'lsa, men olib mana zo'r molni zo'rmi olasizlar. Hamzajon gapiring ana endi.
Necha litr sutga beramiz molni? Yo stol aniq emasmi? 18 ta so'g'ib o'tirilgan bu sigir Aha. boshqa. O'zim yemchim moli, yem olaman. Yem oladigan odam. Ha, yem olaman pastianni. O'sha moli 18 litr birinchi tug'ishga bergan. 4 kurak sigir olish ishlari qaytib unaqa bo'lsa 20 tadan kam bermaydi. Ziyod beradi, kam bermaydi. Hozir akalar mol sog'ildi-ku, sog'ilgan vaqtda e'tibor qilasiz. Mol bo'm-bo'sh turibdi akalar, qild etgani yo'q jonim. U mayish yo'q, balag'un o'zin. Aha, balag'un o'jin. Bolani ham o'zi bitta tema akalar. Falon pullik bola bo'ladi akalar bu. Sigir qilsin, olgan maza qilamiz, sigir qilamiz biz. Xo'p, Hamzjon gapiring ana endi. Ana endi siz eshitaman. Puldan gapiring. Puli boshqa 55 million so'm. Kami nechi pul? Ha 1 million emas, 2 million so'm o'tib beray. Xo'sh, 55, 2 million so'm qaytsangiz 53. Yana qaytsangiz? O'ta faqir mollar bu janovar, qarang, shvedlar. Oli. Bu shishlari bu, soskalar uzun. Qaymog'ini akalar buni sut qaymog'ini bilgan biladi. 50% qaymoq. Shuna. Hozir yozning kuni akalar bemalol chaka qaymoq qilib ichaverdiz deydik-da. Bacha. Yaxtakkinada. Bachasi o'la yo'qqa turolmaydi. Aha. Ya'ni tuqqan. Xo'p, ayting. 52 million qilib qo'yadi hay boshlarga. Yana. So'rang boshlarga. Bu inagam endi. Abbos bir nima sigirda, sigir zo'r sigir. Buni orqasini qarang. Keng ishligan janovar. Mol haqiqatan ham yapaloq ekan. Mana sigir dimlangan deganlar. Bu chataniya sig'maydi buni tuqqan paytda. Mana. Laki. Shu oxirgisini kelishtirib qo'yaylik. 1 million 2 million. 50 million so'm qoladi. Mana. Hamza tep-tekis 40 million so'm beraman molga. Yo, boshlarga 40. Bir so'm yerga tushmaydi lekin. 40. Yo'q. Tanga yerga tushmaydi. Yo, boshlar. Ketaversin. Bermaydi pullarga. Hamza bitta yengil qilib bering, uka. Yengil pul beraman. 4 oydan ziyod bo'ldi. Boshqa hisob qo'ydim, bilasiz. Aha, shunday. Chetkinaga turgan. Ha, chetkina turgan sigir shu. Necha kishi so'radi? Molga kelgan xaridorlar nega sotilmaydi? Agar odamga bu uncha ko'zga ko'rinmasdi bu. Lekin yapaloq mol haqqan ham baks olgandan keyin molligi bilinadi-da. Hamza yengil qilib qo'yib beraveraylik. Boshlarga 50 million baland aytilmadi. Odam otanga rahmat deb yozib qo'ysa. Shuna, osillar shu bachani bitta o'zi hozir 1000 dollarga bermaydi baland. Bermaydi. Hamza yengil qilib qo'yib bering jon uka. Böyle 48 million qilib qo'yamiz. Qo'ysangchi Hamza. Lekin buni 43 larga ham bo'g'izliga bermaganman, bir oy oldi. Yengil qilib bering. Tug'diraman deb tug'dirdim, ana 90. Hamza 42 million so'm beraman. Buni ushlab yo'q. 42 million so'm. Yo'q, boshlarga. Shunda yengillating. Sigir qarang, sigir ham. Molli bergan pullariga Hamza bitta narsa aytaymi? Bergan pullariga arziydi. Arziydi. Lekin gap hammasi o'sha beradigan pulni o'sha odam topilishiga-da. Narxi yengilsa topiladi. Oddiy dehqon ham bo'ladi. Yengil qilib qo'yib beravering ketsin. Endi bizga ham yengil bermaganda buni. 42 ga noni chiqadimi yo'q? Zo'r pul berib olganman o'sha paytda. Yo'q, anoy pulga keladigan bo'lmas. Shuna bir bo'g'izini ham. Endigina 4 kurak ekanlar bu. Bo'g'izini ham toplamini 44-45 misol uchun. Hamza bitta yengil qilib ayting. 47 million olib qo'yaman boshlarga. Böyle 1 million so'm yana o'tib berdim. 43 million so'm. Yo'q. Endi nima deysiz? Yo'q. Hamza, bitta narsani kesib qo'yaylik. Molga 45 million so'm beraman, videomiz ko'p cho'ziladi. 46 qo'yaylik. Yo'q, bermayman 46. 45 million so'm beraman. Halol bo'lgan maza. Ketdi akalar. Olganga ham sotganga ham baraka bersin. Baraka topsin. Molni akalar suti dahshat sut ko'p beradi akalar mol. Sut beradi bu sigir. Haqiqatan ham akalar molni go'zali, molni ideali. Oxiriga chiqadi deymiz, oxiriga akalar zo'ri chiqadi. Xullas, mollarimizni hammasini ma'lumotini berdik akalar. Qandaydir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, ekraningizga telefon raqami bo'ladi. Lokatsiyani Telegram kanalimizga qoldiramiz akalar.